vaqtimiz salomatligimizdagi jumladan mehmonlarimizni davlat ishlariga boshqa tadbirlar moliyaviy uchun boshqa chaqirgan shaxslarni boshqa idoralarni hozir ketmasdan boshlaymiz. O'zi vaqtdan bo'lib qoldi, negadir kelishyapti. Shunday bo'lsa boshlaymiz. Hozir bizning asosiy hamkorimiz, ya'ni Davlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda ochiq muloqotni tashkil qilgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi jamoasi byuroning vakillari kelib turishdi. Demak, boshlaymiz. Hurmatli ishtirokchilar, hurmatli tadbir qatnashchilari, hammalarga yana bir marta assalomu alaykum. Bugungi jamoatchilik va davlat organlarining hamkorligini keng yo'lga qo'yish, jumladan fuqarolik jamiyati ishlarini, davlat organlarining faoliyatini yo'lga qo'yishda jamoatchilik orasida davlat siyosatiga, davlat organlari faoliyatiga, davlatning qonunlariga nisbatan ishonchni oshirish, shu bilan birga jamiyatdagi davlatga nisbatan, davlat siyosatiga nisbatan noroziliklarni bartaraf qilish maqsadida nodavlat notijorat tashkilotlarni faolligini oshirish va bu bilan birga har bitta davlat organi, har tizimdagi mas'ul shaxslar, vakolatli insonlar bilan muloqotlar uyushtirish, jamiyatda fuqarolarni norozi qilayotgan yoki bo'lmasa fuqarolarni qandaydir muammolarni hal qilishda sarson-garchiliklarni kamaytirish, to'g'ridan to'g'ri davlat organlarining mansabdor shaxslariga, mas'ul shaxslariga, vakolatli shaxslarga demak mana shu murojaatlar bilan o'zining muammolarini hal qilishni yo'lga qo'yish maqsadida davlatga ko'maklashish, davlat organlariga ko'maklashish bu albatta nodavlat notijorat tashkilotlarida, jumladan bizni ham vazifamiz, mas'uliyatimiz bor bunda. Chunki nodavlat notijorat tashkilotlari davlat bilan jamoatchilik o'rtasidagi mana shunday bir bo'g'inki, bu davlatni faoliyatini yoritish bilan birga jamoatchilikka davlat faoliyatiga aralashishga, davlat faoliyatini ichiga kirib borishga yoki hozirgi aytib o'tganimizdek shaxsiy muammolarini, ommaviy muammolarni, jamiyat manfaati uchun zarur bo'lgan, jamiyat manfaati uchun samarali bo'lgan takliflarni, tashabbuslarni kiritish imkoniyatini beradi. Mana shu imkoniyatlarni amalga oshirish maqsadida bugungi tadbirni ham tashkil qilganmiz. Hech kimga sir emas. Bugungi kunda hech kimga sir emas. Davlatimizda mana shu O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik orasida, jamiyatda davlat organlari, ularning faoliyatiga, umuman davlatchilikka nisbatan qanaqadir salbiy e'tirozlar, noroziliklar ko'payib ketyapti. Bu e'tirozlar hamma joyda ko'zga tashlanyapti, jamoatchilikning ichida ham. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarni ko'radigan bo'lsangiz, bu ijtimoiy tarmoq juda faolligi, nima deydi, cheksiz imkoniyatlarga ega, axborot tarqatish, axborot topish, axborot qidirish, umuman axborot bilan bog'liq bo'lgan hamma harakatlar ijtimoiy tarmoqda ko'payib ketdi, bemalol bo'lib ketdi. Lekin buni orqasida davlatchilikka nisbatan salbiy ta'sir ko'rsatadigan ma'lumotlar tarqatilayotgan holatlari ham bor. Bu ijtimoiy tarmoqdagi hamma tarqatilayotgan ma'lumotni ham ochiq yoki xolis ma'lumot deb bo'lmaydi. Buni to'g'ri ham tan olishimiz kerak. Lekin bularning orasida aksariyat haligi ochiq, haligi nima deydi, shaxslarning o'zlariga bog'liq bo'lgan, demak ularning haq-huquqi poymol qilinganligi, ularning manfaatlari chegaralab qo'yilgani bilan bog'liq bo'lgan holatlarda aynan shu huquqlarni ta'minlanishi, ularning kafolatlarini demak ta'minlab qo'yishda davlat organlariga yetib bora olmayotganligi yoki davlat organlari faoliyatidagi loqaydlik, mas'ul shaxslarni, o'sha ijrochilarni demak aytadigan bo'lsak, murojaatni ijrochisining loqaydligi sababli jamiyatda demak norozilik kelib chiqib bunaqa murojaatlar ham bor. Lekin biz shunday xolis qarashimiz kerakki, bor bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali ham, jamoatchilik orasida ham qonunsizlikka nisbatan murosatsiz kayfiyat bor.
qonunsizlikning kelib chiqishiga sabab bo'layotgan davlat organlari faoliyatidagi, davlat organlarining ayrim shaxslari, ayrim mansabdor shaxslari, aytaylik, davlat xizmatchilarining faoliyatidagi loqaydlik, qonunbuzarlik, e'tiborsizlik, fuqarolar haq-huquqlarini himoya qilishligi, qonuniy vazifalarni bajarmasligi degan narsalar bor. Buni ham inkor qilib bo'lmaydi. Biz mana hozir mana shu tadbir o'tkazishdan oldin yana aytib o'tmoqchiman. Bularga rahmat. Mana O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi Rossiyadagi Majburiy ijro byurosi jamoasiga, Majburiy ijro byurosi rahbariyatiga katta rahmat. Jamoatchilik bilan muloqot uchun bemalol ochiqlikni ta'minlash hamda mana shu davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash maqsadida bular katta jamoa bo'lib bizning tadbirimizga tashrif buyurishgan. Bularga katta rahmat. O'ylaymanki, boshqa idora, boshqa tashkilotlar ham xuddi shu tartibda davom ettiradi. Xo'p, endi hurmatli qatnashuvchilar, bizni hamkorlarimizni vaqtlarini hisobga olamizda, o'zi vaqtlari chegaralangan, boshqa tadbirlari bor ekan. Shuning uchun boshqa qatnashchilarni hozircha kutmasimizdan bular bilan ochiq muloqotni boshlaymiz. Tadbir hozir ishtirok etayotgan jamoada O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi axborot xizmati markazi rahbari Toshpo'latov Farruxjon mana bular davom ettirishadi. Demak, men o'zimni tashdirish bilan chiqibdi. Nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Mirzalimov Ibrahimjonman. Hozir navbatni bularga bersak, keyin davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirimiz qatnashchilari. Avvalo bizning jamoamizda xursand biz aytolaman. Shunday ochiq muloqot tadbiriga bizni taklif berganimiz uchun fuqarolarimiz uchun ekspertlarimiz bizni faoliyatimizga e'tibor bo'lmasdan ayrim masalalar, muammolar, murojaatlarni kelganini o'zi bizni bir tomondan yana shaffof faoliyatimizni oshkor sizlarga ma'lum qilishimizni, ayrim muammolarni javob mana shu jarayonda ham tanishtirib, ham hal etish choralarini ko'rish bo'yicha bir natijaga erishsak, biz xursand bo'lamiz. Mana shu mazmunda qisqacha vaqtda hisoblamamiz olgan holda faoliyatimizga kirish so'zida faoliyatimizni o'tgan yilgi 2025-yildagi amalga oshirgan jihatlarga biroz to'xtalib, keyin menimcha ko'proq qilingan ishlardan ko'ra amalda qilinayotgan muammolar va fuqarolarimizni byuro organlariga bo'lgan norozi kayfiyatdagi muammolarni hal etish yo'lidagi ayrim jihatlarimiz va ko'rilayotgan choralar menimcha ko'proq qiziqtirsa kerak deb o'ylayman. Chunki qilingan ishlarimiz boshqa manbalarimizni orqali bizlarni qiynayotgan, sizlarni qiziqtirayotgan muammolarni har doim eshitish, hal etish, oshxonaga yig'ish avvalo har doim oson kechmasligi, bo'lmasligini hisobga olib aytadigan bo'lsam, demak, hurmatli qatnashchilar, byuro organlari tomonidan byuro organlarining asosiy vazifasi ham yaxshi bilamiz, sudlar va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish, mana shu ijro etish orqali fuqarolarimiz, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish, aholini odil sudlarga bo'lgan ishonchini mustahkamlash hisoblanadi. Demak, bu qanday jarayon? Yaxshi bilamiz. Keyingi yillarda jamiyatimizda fuqarolarimizni huquq muhofaza idoralarga bo'lgan ishonchi qilayotgan murojaatlarga besamar yetmayapti. Buning natijasida qarorlar qabul qilyapti. Sudlar tomonidan biz yaxshi bilamiz. Muammolar yechilyapti. Bir tomondan hisoblasa, ikkinchi tomoni buni endi amalda ijrosini qaror toptirish, mana shu sud qarori qog'ozga qolib ketmasligi, ya'ni buni ijrosini ta'minlash juda muhim masala. Aynan mana shu jihatda insonning manfaati va o'sha qarorlarning eng oxirgi hozirda aytganda, ochiqcha aytganda, eng oxirgi bosqichi etapi deb hisoblaymiz. Mana shu byuro organlariga kelib tushadi hamma hujjatlar. Hozirda byuro organlarida elektronlashtirish, raqamlashtirish jarayonlari 2018 dan boshlangan. Hozirda 39 ta tashkilotning 60 ga yaqin elektron tarzda axborot tizimlariga biz integratsiya qilganmiz. Oldingiga hujjat topib bering,
xat bering, qabul qilsangiz elektronlashtiriladi. Bu natija berib kelmoqda. O'tgan yili hurmatli ishtirokchilari ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida 57,8 million so'mlik qidiruvlarni amalga oshirildi. Bu degani 906 millionta qarorlar ijrosiga ta'minlandi. Davlat foydasiga 36,3 trillion so'm, tadbirkor va boshqa subyektlar foydasiga 19,3 trillion so'm va fuqarolar foydasiga 2,1 trillion so'mlik mablag'lar undirilib, o'tgan yilga nisbatan yildan-yilga ko'rsatkichlar o'zini oshayotganini ko'rish mumkin. Savol tug'iladi, ijtimoiy tarmoqda ham menga shunday savol tug'ildi. Nima uchun fuqarolarimiz undirilgan mablag'lar soni kam? Ko'proq aytadigan bo'lsam, summasi kam bo'lishi mumkin. Lekin mana bu davlat foydasiga yoki ikkita tadbirkor subyektlar o'rtasidagi ayrim bitta hujjatning mablag' raqamdagi summasi milliard bo'lishi mumkin. Fuqarolikka dizib barpasda 3 milliondan bo'lishi mumkin, 10 milliondan bo'lishi mumkin. Fuqarolarımizga ekib bichayotgan manfaatni himoya qilish bo'yicha kelayotgan hujjatlar soni ko'p, summasi kam bo'lishi mumkin. Bu degani yo'lda ko'pincha shunday savol bo'lishi mumkin, nima uchun ko'proq biro organlari davlat idoralariga kelgan hujjatlarga ko'proq e'tibor qaratadi, fuqarolar qolib ketadi. Bu masalaga ham to'xtalamiz. Lekin aslida bunday emas. Yana bir jihat aytib o'tishimiz kerak. Fuqarolarni hujjatlar kelib tushgandan so'ng fuqarolarning uyiga biro organlar xodimlari ertasi kuni boradi degan tushuncha noto'g'ri. Avvalroq hujjatlar kelgandan keyin, ayrim hujjatlarimiz kelgandan keyin ko'proq ma'muriy jarima, boshqa davlat bojlari jarima haqidagi ma'lumotlarga avvalroq yaxshi bilasizlar, o'sha qarzdor shaxslarga SMS keladi. Telegram tarmog'ida kelayotgan fake xabarlar emas, aynan SMS xabarnomalar keladi fuqarolarga. Sizga nisbatan ijro ish qo'zg'atildi deb. Shundan keyin bilasizki, 15 kun ichida sizni ixtiyoriy muddatda to'lash imkoniyatingiz bor elektron tarzda va o'sha qaror ustida shikoyat qilish majburiyatingiz bor. Sud tomonidan qabul qilingan, boshqa idoralar qabul qilingan qaror. Mana shunaqa tarzda, masofaviy tarzda ishlab borayotgan tizimimizda har bir viloyatda tashkil etilgan mashhurlik tumanlar bo'limi, ya'ni qarzdor bo'lgan shaxs bilan davlat ijrosi o'rtasidagi muomala qilishi, bilan gaplashishi, o'zini yoki ishidan qolib o'sha tumanga, o'sha davlat ijrosining oldida borib, uning o'rtasida nizo kelishi yoki o'zaro o'rtasida konflikt kelishi, inson omilini cheklash qarzdorga amaliyot. Sizga kelgan xabar sizga nisbatan qo'yilgan ijro shartlari ma'lumot beryapti, siz ishingizni qilaverasiz, to'lash elektron. Albatta bo'lim borish shart emas. Mana shu inson omilini cheklash bo'yicha bosqichma-bosqichli ishlarni dastlabkisi edi. Endi keyingi jihatdan aytadigan bo'lsam, aliment masalasi. 2009-yil mart oyidan boshlab aliment oluvchi ayollarimiz xabarlar aytish mumkin. 3,1 trillion so'mlik aliment mablag'lari 2025-yilda aliment oluvchi fuqarolarga undirib berildi. Bu raqam edi. Ham raqamning ortida onalik va bolani himoya qiladigan prinsip yotibdi. Bu summalarning aksariyati oldingidek pochta xarajati, pochta orqali qabul qilayotgani yo'q. Ayollarimiz, onalarimiz bironing oddiy xalq tilida aytgan bo'lsa, MIBning o'sha tuman shahar bo'limlariga borib eshik olib turgani yo'q, qachon pul bersin. Hammasini biz klassik kartalar orqali jo'natyapmiz. Ya'ni bu ham fuqaro bilan, yo'lovchi bilan davlat ijrosining o'rtasidagi muloqotni yana uzoqlashtirdi. Ya'ni ko'proq ishlashga mahalla kesimida undiruvchilar faqat elektron tarzda kuzatib borish kerak. Bu ikkinchi bosqich. Keyin bosqichlarimiz aytadigan bo'lsam, bu borada davlatimiz rahbarining tegishli farmoni bilan aynan ijro etish samaradorligini oshirish borasida raqamlashtirish masalasiga juda katta e'tibor berilmoqda.